Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qurti bor yigit bo'lgan ekan. Faqat rulga o'tirsa bir nimani boshlab yurar ekan. Bir kuni diskasini sindirib ketdi. Mana bu yo'qlargacha sinib ketgan ekan. Keyin biz bu diskani tuzatishni boshladik. Avvaliga sasog'ning teshigini yasab qo'ydik. Keyin sekin-sekin qolgan ishini boshladik. Mayli, yigitning ismini aytmayman, lekin 5 ta harfdan iborat. Aziz bolajonlar va bobojonlar, diskamizni svarkali ishlarni ham boshlab oldik. To'g'ri, bizning yo'llarda yama yo'q, lekin baribir orasi bilan ochib, sifatli svarka qilmasak bo'lmaydi. Bugungi ertagimiz ham nihoyasiga yetib qoldi. Agar ertagimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Endi bu yog'ini pisht qilib ranglaymiz, tamomda. Videoni bo'lsa, qurti bor do'stingizga jo'natib qo'ying. Esingizdan chiqmasin. Qissadan hissa shuki, yaxshisi bu yog'ini o'zingiz yozib qoldiring.